Hoş bulduk. Cik var şeyde, cik. Burada kapıyız oldu. Ana meni qadrdonlarim kelib boshladi. Assalomu alaykum. Mazangiz yaxshimi? Bular to'yga bormaganda topib kelolmaydi. Assalomu alaykum. Shogirdim. Zo'rmisiz? Yaxshi. Zo'r joylarda tug'ilgan ekan. Bobojonim mening. Siz zo'r joyda tug'ilganman, men zo'r joyda tug'ilganman. Siz zo'r joyda. Asror zo'r tava. Zo'rmisiz? Mazangiz yaxshimi? Sog'-salomat yaxshimi? Shohimardon bek, zo'rmisiz? Mazangiz yaxshimi? Sog'-salomat. Yaxshi keldilaringizmi? Mana uyga sizlar. O'tovga. Baxchi, ko'kdala, chiyal xalqiga mana shu o'tov. Assalomu alaykum. Sizlar kiraveringizlar qani? Assalomu alaykum. Yuravering. Chiqar urib ketaveringizlar. Ayting. Bismillahirrohmanirrohim. Ilohomin avvalambor tinchlik, xotirjamlik, tansihatlik bersin. Alloh taolo hammamizni kasb-korimizga, umrimizga baraka bersin. Avvalambor bugun ehson sohibi Mamdur ustoz Markabo Normamed aka Jalilov nasib bo'lsa ustoz bir ehson qilib bizlarni chaqiribdi. Bularning sababchisi mana ikkita o'g'li xudo xolasa mana diplom olibdi. Diplomni yaxshi shu elga, yurtga xizmat qilsin. Nasib bo'lsa qo'shsha o'g'il, egiz, qiz farzandlar berib nasib bo'lsa eldan yana bir to'y qilsin, biz to'ylarga xizmat qilaylik. Norka bomni farzandlaridan shu qiyomatgacha yaxshi elni boshqaradigan kayvoni insonlar chiqaversin. Amin. Allohu akbar. Bugungi tadbirlar hammasi muborak bo'lsin. Yangiliklar hammasi qutlug' bo'lsin. Xush kelibsizlar. Sotiblarga charchamayapsizlarmi? Yaxshimi? Bobojon Shohimardon qanday? Legenda, qandaysiz? Zo'rmisiz? Mana Usmon polvon legenda xizmatda hammasi. yaxshimisiz, zo'rmisiz? Xudoga shukr. Yaxshi keldilaringizmi? Bilaman sizlar qiynalganlaring yo'q, chunki tog'ni ko'rgansizlar. Lekin tog'ini tog'ga bordi. Farqi bor ekan. Ha, bormikin? O'zi katta Mana ustoz Fozil aka ham keldi, mana Qashqadaryoning judo. Mana Pahlavon polvon keldi. Keling. Yo, qimirlatmaysiz, ko'rmisiz? Qana tortingizlar. Bir omin qulli bo'lsin, nolayk. Sizlardan Hozir ayting. siz ayting. Pahlavon. Ilohomin. Marka bo'ani mana shu kunlari muborak bo'lsin. O'layotgan tadbirlar chiroyli o'tsin. Hammani Alloh murod etgan. Xush kelibsizlar. Zo'rmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Haysatlaringiz yaxshimi? charchamayapsiz, zo'rmisiz? O'zingiz zo'rmi? Ishonma qanday? Bitta o'tkazganlarmi? Siz zo'rmisiz? Yaxshi, rahmat. Hozir yaxshi keldingizmi? Topib oldik bir amallar. Norka Jalilning ona qishlog'i Qoranqo'liga xush kelibsizlar, aziz mehmonlarim. Keling qani ustozlar. Har bir mehmonning tashrifi videoga olinyapti. Ustozim. Mening vatanim, Omonmisiz? ota yurtimga kelgan so'rab, ham shogirdim, hamma tomonlama, ham kurashdan xush kelibsiz, yaxshi keldingizmi? Murodjon, Assalomu o'zimni shogirdim. Ottam, xush kelibsiz, yaxshi keldingizmi? Kayfiyatingiz yaxshimi? Ko'rmisiz? Mehmonlar ichkari kirgizing, armiyskilar qani qolganlar? Qani? Azga yaqin o'tib ketdi. Asrar aka yaxshimisiz? Muhammedbeklar, obunachilar. Tak, Muhammedbeklar. Armiyskilar hammamiz birga kiramiz. Videoga osib qo'yamiz. Falon bo'lasizlar, kiraveringlar, men armiyskilarni kutib olay. Suti bitirgan, nevaralar dunyoga kelyapti, keyin polvonlar o'rtasidagi mehr-oqibat bitta omin aytasiz. Shunga yig'in qilyapmiz. Ustoz ayting. Ustozim aytsin. Ustoz ayting. Ayting, biz hamma aytyapti. Allohim mana shu kunga yetkazganingiz o'zingizga rahmat. Shu ustozimiz nimaiki
yaxshilikda tadbir qilganimizning niyatlariga yetkazsin. Tashkil qilgan shu o'ziga katta rahmat. Alloh taolo shu yerdagi har bir insonning mana shunday yaxshi kunlari ko'p bo'lsin. Qatnash nasib ro'zg'orsin. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azoban nar. Xush kelibsizlar. Zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Murodjon zo'rmisiz? Yaxshimisiz? Yaxshi keldilar. Davay bu yerga choy pay kiritib. Chilarim kelyapti, birin-birin kutib olaman. Kel, kayfiyatingiz ko'tariladi. Bilaman sen urushga kelgandan kelding. Xush kelibsizlar. Adada jo'ra jaring o'tirganmasizlarmi? Kiringizlar. Nevaraganda tushirib bo'yamiz. Charchamayapsizlarmi? Qoyilman men sizlar kim aytdim. Bari izzat Hali kelmaydi dedim. Xo'jayev qaytdi. Hojiyev. Surxondaryo mana dinovlardan jigarlarimiz kelyapti. Kelibsizlar. Salomatmisiz? Davay. Yigitlar yaxshimisizlar? Zo'rmisiz? Yaxshi keldingizmi? Kayfiyatingiz yaxshimi? Ha men yarimlaring kelmaysizlar dedim. Kelibsizlar. Zo'rmisiz? bari ko'rasan deb yotibsiz-ku. Yaxshi keldilaringizmi? Zo'rmisizlar aka, charchamayapsiz. Yaxshi keldingizmi? Kayfiyatingiz yaxshimi? Imom boy yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Kayfiyatingiz yaxshimi? Islom hoji! Zo'rmisizlar? Yaxshi keldingizmi? Qanaqa o'tgansiz? Yarim Yaxshi keldilaringizmi? Hojini yaxshimisizlar? Yaxshi keldilaringizmi? Hoji bova! Mening harbiy xizmatchilarim xush kelibsizlar. Ey, sizlar qarorgohlaring, kelinglar. Boshla, kelinglar. Sizlar qarorgohlaringni. Zo'r. Uyga kirmaymizmi? Buga bittanasi qo'shib o'tasiz. Ikkita o'g'lim diplom oldi. Xudo nabiralar beryapti. Shular hammasiga bir yaxshi duo berasiz kelajakda. Baraka aytam, taom ko'p bo'lsin, baladab bo'lsin, va shu nevaralarni bolalariga, kasbkorlariga baraka bo'lsin, sizni kasbkoringizga baraka bo'lsin. Ro'zg'oringizda hamisha baraka bo'lsin, mana shu o'tirgan o'rnimiz buzilmasin, ko'payaveraylik. Allohu akbar. Xush kelibsizlar. Zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Zo'rmisiz? Yaxshimisiz? Yaxshi keldilaringizmi? Sog' salomatmisizlar? Yaxshimisizlar? Zo'rmisizlar? Xush kelibsizlar. Chiroyli qilib olinglar, mening quroldoshlarim. Orqaga bu urushgan bu qo'lni bunday qo'ra. O'zi komandir qo'mondan etdi u yoqda armiyada. Dinovdan bu yoqqa qarang. Polvon Dinovdan Mehmonov Tojali 17,5 mingta diviziyamizda soldat bo'lgan. Shular shep bo'lgan, ana shular hammasi shep bo'lgan. Men do'q bo'lib qo'liga tushganman. Himoyasida yurganman. Xush kelibsizlar. Ha, sizlarga qaraladi, sekin-sekin, shoshilmay, hali xursand bo'lasizlar. Yo'l uzoq ko'ringan, bilaman. Meni qishlog'imga har kim kela olmaydi. Shu yerda tug'ilib katta bo'lganman. Shuning uchun ona yurtimni bir eslab hammani olib kelganim sababi shu. Ha, endi shu buni talabsizdan chiqqan rais bu. Qo'qon nima? Avaz nima bolalar deb men aytdim, avaz bunday. Ovozni quloq solmang, kecha chimda yurdim, ovoz so'gib. Men nima desam, qara, 10 ta bezni topib qo'y. Demak, Diplom oldi ikkita o'g'li. Diplom juvdi, diplom. Zo'r atmosfera joylar juda chiroyli. Allohning ruhtasida mehr-oqibat asosiy. Mehr-oqibat keyin. Martabon ko'rgan yurti, kindiq qoni qizilgan. Tushgan. Kurashlarning chiroyli o'tishi uchun tashkiliy maslahat, butun O'zbekiston bo'yicha biz fikrlar oldik-ku. Hamma o'zining ijtimoiy tarmoqqa fikrlarini tashladi. Men xursand bo'ldim to'g'risi. Butun O'zbekistonda kurashga e'tibori baland, mehr-muhabbat baland odamlarni ko'rib maza qildim to'g'risi. Shu qishloqsiz qishlog'ingizmi? Xuddi shunday men tug'ilib katta bo'lgan Qoronqo'l qishlog'i shu. Mana shu adirlarda o'ynab o'sib katta bo'lgansiz, to'g'rimi? Albatta, uloq qo'zi bog'i, mol bog'i, mazza qilib. Nima bo'ldi ana? Karnay ishlaymikan, yo'qmikan Shohimordan?
Tak, assalomu alaykum. Avvalo hurmatli O'zbekistonimizdagi kurash oilasi, kurashni yaxshi ko'radigan muxlislar, vatandoshlar. Mana biz bugun Qashqadaryoda umuman kurash davralarida xizmat qiladigan faol ustozlar, bakovullar yig'ilishib bir chiroyli yig'in tashkil qildik. Buning boisi butun O'zbekiston bo'yicha kurashlarni tashkil qiladigan oqsoqollarning o'rtasida avvalo hamkorlik o'rnatish, masalan, viloyatlar bilan bordi keldini yo'lga qo'yish, to'y kurashlarining nufuzini, jozibasini oshirish uchun yig'ilganmiz. Keyin yana bir mana shu to'y sezonlarimizning boshlanishi oldidan butun O'zbekistonimizda o'tib ketgan marhum polvonlar, chavandozlar haqiga bugun bir Qur'on tilovat qilib eslamoqchimiz. Keyin o'sha shu kun tartibi asosida kurash davralariga tashkil qilinishi kerak bo'lgan takliflar, fikrlarni galma-galiga maslahatlashaveramiz. Shuning uchun men hozir o'tib ketgan pahlavonlar haqida biroz o'qib ma'lumot berib o'tib ketaman. Butun O'zbekiston bo'yicha o'tib ketgan pahlavonlar va chavandozlarning haqqiga Qur'on tilovat qilinadi bugun. Masalan, mana Nortoji polvon Saimov Muborakdan, Said Nabixon Ishon bobomiz Chiroqchidan, Ahmad polvon Choriyev masalan Qamashidan, Jobir polvon Yozdonov Nishondan, Normamat Yo'ldashev Kitobdan, bilasizlar, ulug' ustozlarni sanab o'tyapman o'tganlarini. Eshim polvon Chimdan, Botir polvon Chimdan, Xolboy polvon Oqchovodan, Sottar polvon Chiyaldan, adashmayapmanmi? Bakovul bolalar. Baxtiyor polvon Kosondan, Qurbonov Soyib Qurbonov akasi, xudo rahmati, zo'r polvon. Dilshod polvon Qamashidan, sentrimizdan. Olim polvon Xurramov Qama elining begi, Qo'ng'irotli begi edi, Alloh rahmat qilsin. Tak, Tura polvon Avliyaqulov Shahrisabzdan hammalarimiz bilamiz, butun kurash olami biladi. Kamol polvon Rasulov Shahrisabzdan bilasizlar, juda chiroyli olishgan. Erkin polvon Xaliqov, Xushvaq Ruziqulov, Husni polvon Chiyaldan mana masalan davralarda juda ham bir otashin larzaga keltirgan, muxlislar dilidan joy olgan. Mansur polvon, Buxor polvon Ahmonov, Mavlon polvon ukasi juda ham zo'r polvon. Norka polvon Yakkabog'dan bilasizlar, doim kurash davrlariga fayz kiritib yurgan insonimiz. Erkin polvon Murodov Qamaydan zo'r polvonimiz, xudo rahmat qilsin. Suyar polvon Chiroq G'uzor elidan, ana yorg'in chiqishlog'idan. Erkin polvon G'uzor Pachkamardan. Men sizlarga bilganimcha aytib ketaveraman. Oybek polvon G'uzor Qoratikandan. G'ayrat Qurbonov bilasizlar, G'uzordan Bahrom polvonning qishlog'idan, juda zo'r polvon edi. Karim polvon Begmatov Dehqonoboddan. Shermat polvon Kosondan, juda katta chavandoz polvonimiz. Alisher polvon Ikromov, Namoz polvon Chiyaldan, Misha Amariyev Qarshida masalan juda zo'r ulug' ustozimiz, juda ko'p polvonlar tarbiyalashda xizmat qilgan. Mana Surxondaryodan oladigan bo'lsak, Jabbor polvon Mamarasulov, Erali Mamarasulov rahmatli juda kurash davralarida nom taratgan. Tohir polvon Turdiyev, Erali polvon aytdim, To'lqin polvon, xudo rahmati, zo'r olishuvda Abdulla Tangriyevlar bilan zo'r kurashgan polvonimiz. Tak, Nizom polvon mana Denovlik ko'p uzoq bo'lgan yo'q, eslashimiz shart, Alloh rahmat qilsin. Kurash davralariga juda katta fayz kiritgan o'g'illari olishyapti. Tak, Xo'jamberdiyev degan polvonimiz, Shokir Xurramov, Buxorodan Sobir Qurbonov masalan o'ta mashhur, Barno Jurayev, Uchqun Murodov, Pitayev mashhur ustoz. Mana shu hammalarini eslash biz ustozlarning burchimiz. Tak, chavog'onlarimizdan masalan Abray chavandoz Shahrisabz, Doday chavog'on mana Egirsuv qishlog'idan, Ilyos chavog'on, Nafas chavog'on, O'roz chavog'on, Quvonch polvon bilasizlar. Tak,
Said polvon Chiyeldan, Aktam polvon Shahrisabzdan bilasizlar. Nortoji polvon. Xullas men bilganimcha, taniganimcha aytdimmi, aslida Eshon bobo shunday Qur'on tilovat qiling. Butun O'zbekiston Osiyoda o'tib ketgan marhum polvonlar, chavandozlar haqiga mana shu bitta Qur'on tilovat qilib eslaymiz. Duo berasiz Eshon bobo. Kurash sezonimiz zo'r bo'lsin. Niyat qilganlarning kurashi ham, ko'pkarilari ham haddan tashqari chiroyli bo'lishi mana sizlarda yosh mana bizning bakovul shogirdlarimizga bog'liq. Halol, samimiy, halol xizmat qilishda ham duoga qo'shasiz. Mana shu haqida Eshon bobo marhamat. Yaxshilab tilovat qiling. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الآمين بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى o'zing ko'rib, o'zing bilib turibsan. Allohim o'qigan namozlarimizdan, qilingan xayr ihsonlardan, o'qilgan tilovat, Qur'on tilovatlarining savobi samarlaridan avvalambor butun bashariyat olamini sayyidi bo'lib, mursalin bo'lib, sarvarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam, barcha avliyoulloh, hech aqrabo, jamiki mu'min, muslimotlar, mana shu yerda manzil makonlarda yashab o'tganlarni, mana shu qo'l ko'tarib turganlardan o'tganlarni, mana ustoz bobo sanab o'tdi, barcha butun yer yuzidagi polvonlarni o'zing rahmat shohisday jannat qilgin. Alloh taolo hammamizni kasb-korimizga baraka bergan. Bizlarning avlodlarimizdan ham shunday katta el uchun xizmat qiladigan polvonlar, yurt uchun xizmat qiladigan qori, qurro, o'g'il, qiz farzandlar berishi nasib va ro'za aylagin. Allohumma solli ala sayyidina va nabiyina va habibina Muhammadin va alihi ashabi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Duo qiling, shu kurash sezonlarimiz ham, kurashlarimiz ham, ko'pkarlarimiz ham butun O'zbekiston bo'yicha juda chiroyli, go'zal tashkil qilinsin, halol tashkil qilinsin, hammani to'yga yetkazsin deb. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo o'zing ko'rib, o'zing bilib turibsan. Butun dunyomizda avvalambor tinchligini barqaror qilgin. O'zbekistonimizda ham Xudoyo Xudovonda o'zing tinch qilgin. Butun dunyoga ibrat qilgin. Alloh taolo mana shu hamma narsa tinchlikdan, Alloh taolo mana shu to'y qilaman deganlarni hamma ezgu niyatlariga afzaldan bersin. Bu yilgi kurash sezonlari, Xudo xolasa to'y sezonlari hammani yaxshi o'tsin. Hammani topgani yaxshi kunga, to'ylarga, yaxshiliklarga berishni nasib va ro'za aylasin. Nasib bo'lsa mana shunday bizlar polvonlarni esladik. Keyingi avlodlarimiz bizlarni mana shunday duo qilib eshlashga o'zing nasib va ro'za aylagin. Robbana atina fid dunya hasana fil oxirati hasana va qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rohimin. Ustoz endi sizga bitta duo qiling. Bunday duoga ham qo'shilamizda, men o'zim fikrimni ham aytib o'taman, keyin duoni kim bor? Mulla bobo, siz duo qilasizlar. Aktamjon, joylashib olasiz. Uroq aka kelsin. Uroq bobo kelsin, Uroq bobo kelsin. Uroq bobo. Pahlavon siz ham mana yerda o'ting, orqa tomonda bir fonni yaxshi olaylik. Davay, asrar. Asosiysi shogirdlar mana shu kurash tashkilotchilari shunday go'zal vatanda yashashning o'zi juda katta faxr. Mana yurtimizda Eshon bobo sportga bo'layotgan e'tibor, mana shu muhtaram prezidentimizning sizni bizni farzandlarimizni, yoshlarimizga yaratib berayotgan sharoitlari, gapni ochig'i buning hech qanday afsona joyi yo'q. Bu baxt.
mana necha yillardir oldin mana tarixga nazar soladigan bo'lsangiz, sportga bu darajada sharoit ham yaratilmagan ekan, bu imkoniyat ham qaratilmagan. Hozir ko'rib turibsizlar, muhtaram prezidentimiz mana shu Fozil aka, mana o'zingiz butun kurash olami, xalqaro musobaqalar davralarida yuribsiz. Davlat juda katta e'tibor qaratyapti hozir. Mana masalan sizning oddiy prezidentimizning qarorini amalga oshirish uchun xususiy dzyudo maktabini yaratishingiz, mana Fozil aka sizga prezidentimizning hamma qarorlarini amalga oshirib, qarang, ham dzyudo professional maktabini yaratish bilan birgalikda menga aytayapti Fozil aka Xolbozorov, ingliz tilini, chet tillarini o'rganishda birinchi o'ringa qo'yaman ustoz deyapti. Shuning uchun avvalo mana shu yurtimizda shunday sport fidoyilarini muhtaram prezidentimizning nazarlariga tushib turibsiz. Bilaman qancha olimpiada sovrindorlari chiqyapti. Aktam aka, mana O'roq aka, o'zlaringiz butun umr mana shu sport olamida yuribsiz, kurash davralarida yuribsiz. Qarang, yildan yilga o'syapmiz, o'ynayapmiz, o'zgarayapmiz. Sportsmenlarga mana Eshonboy, Toshkentda shaharda yuribsiz siz. Yaxshi natija qilib bizning mamlakatimizni bayrog'ini, sha'nini himoya qilganlarga 500 ming dollargacha, pashti 1 million dollargacha rag'bat bo'layapti. Bu ham bor-ku, yurtda otasining millatini, vatanini, vatandoshlarini sevishidan dalolat beradi. Biz albatta yoshlarga mana biz ustozlar, asosan siz va biz shuning qadriga yetib munosib foydalanish, bolalarimizni sportni oshna qilish, yomon yo'llardan asrash masalalari bo'yicha ham mana ko'p ijtimoiy tarmoqlarda muhokama ketadi. Biz xursand bo'lishimiz kerak ekan bu. Mana shu bir xili qiziqarli fikr bildiryapti, bir xili salbiy fikr bildiryapti, bir xili chiroyli fikr bildiryapti. Lekin e'tibor bor-da, qarang, bu e'tibor emas. Bu kurash davom etgan, avvaldan ham Eshonboy olish bilan, to'y olishi bilan davlat kurashini chalkashtirmasligimiz kerak. Mana to'y olishlarida Eshonboy necha ming yil bo'lsa, to'y olishlari uning qoidasi ham yo'q, ishlab chiqarilgan kuni ham yo'q, belgilangan sanasi ham yo'q, nizomi ham yo'q. Mana ko'plari bilan to'y olishi bu ota-boboki udumimiz. Lekin davlat kurashi, o'zbek kurashini hisob-kitob qiladigan bo'lsak, bu endi davlatning o'zining nizomi bor, qoidasi bor, qarori bor, kun tartibi bor, musobaqa anovlari bor. Shuning uchun biz avvalo Allohga shukr qilishimiz kerak. Kurash davom etaveradi, buni to'xtatib bo'lmaydi. Faqat biz sizdan talab qilinadigan narsa shu kurashlarni chiroyli o'tishi uchun to'g'ri yo'l ko'rsatishimiz kerak. Mana kurash davralarining tashkil qilinishida mikrofonda odamlardan 1,5 metr, 2 metr balandga o'rnatishdi. Siz biz aytishimiz kerak bo'layotgan joylarda. Mikrofonni ham eng yuqori darajada chiqarib beradigan, xalq eshitadigan darajada qilib berishimiz kerak. Keyin polvonlarimizni tartib intizomiga, ustozlarga murojaat qilishimiz kerak. To'y qilayotgan odamlarning hurmatini joyiga qo'yishimiz kerak. Shuning uchun biz yig'ildik. Keksa polvonlarni har bir davrada qadrlashimiz kerak. Albatta. Har bir davrada shu ustoz otangday ulug' degan ibora bu ota bobomizdan qolgan ibora. Bu bekarga aytilmagan. Ustoz otangday ulug'. Masalan, demak, ustozni yuziga tik qaramasligi kerak o'sib kelayotgan polvonlarimiz, chempionlarimiz. Xudo beradi ularga. Mana ustozga qarshi chiqib, ustozni 4 kun orqasidan yurib yurmay har xil gap so'z qiladigan shogirdlar ko'ryapsizlar, Allohning o'zi asrasin. Travma olyapti, butun umrga sport bilan xayrlashyapti. Bu achchiqroq bo'lsa ham haqiqat. Mehr oqibat bo'lmasa, sportga ham do'stlik, hammamiz boshimiz birikmasak, Qashqadaryoda hech qachon kurashlar chiroyli bo'lmaydi. Shunday ekan, mana shu men bitta omon aytmoqchiman. 40 million aholi yashaydigan bo'lsa, O'zbekistonda 40 million oilada ham yaxshi kun ko'p bo'lsin. To'ylar bo'lsin. Kimki niyat qilgan bo'lsa, kurashlar bersin, ko'pkarilar bersin, mayli, o'ynasin, kulsin, bolalarning huzurini ko'rsin. Mulla bu shu hamma xolis niyatli odamlarni mana shu kurashga qiziqib xizmat qiladiganlarga ham Allohim xonadoniga baraka bersin. Masalan, men yosh bakovullarga hozir shu yerdan chin yurakdan duo qilaman. Samimiy xizmat qilsin. Ustozlarni ham, elni ham, muxlisni ham hammani hurmatini qilsin. Juda ko'p takliflar kelib tushdi. Taklif bildirganlarni ham xonadoni nurga to'lsin, to'y bo'lsin, yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Ayting mulla bor. O'roq bu ayting. Ustoz bu ayting. Alhamdulillah, mana shu yerdagi har bir insonni, butun yurtimizda, yurtboshimizda
osmondan keladigan, yerdan chiqarib bola qozon o'z qonog'ida asragan. Mana shu yurtimizdagi barcha polvonlarga o'zim bitmas tugamas kuch-qudrat o'tayotgan, o'tmas yurak bergan. Olimpiya jahon chempioni nasibi ro'zaylagan Allohim. Mana shu kurashga bosh qo'shib bo'layotgan har bir insonni, yurtimizdagi har bir mansabdor shaxslarni ham o'zing hizb hamida saqlagin. Umrlarini uzoq qilgin Allohim. Yosh o'sib kelayotgan polvonlarimizni o'zing kuch-quvvat atayotgan, Olimpiya jahon chempioni bo'lish nasibi ro'zaylagan. Umrlarini uzoq qilgin Allohim. Mana shu yerda yig'ilgan har bir insonda mana ustozimizni umrini uzoq qilgin. Bizlarga bosh qosh bo'lib turib mana shuncha anjuman qilyapsiz. Anjumanni o'zing butun dunyoga taratib namunali qilib ko'rsatgin Allohim. Umrlari uzoq bo'lsin. Bizlarning yonboshimizda turish nasibi ro'zaylasin. Bizlarga qayerda xato qilsak, xatomizni ko'rsatib, tanbih berib, yaxshi yo'lga boshqarishni o'zing boshqargin Allohim. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Avvalo ishingizga rivoj, shu tashkil qilinayotgan dzyudo professional maktabi haqida qisqacha bir fikr bildiring. Nechinchi sinfdan oladi? Kimlar borsa bo'ladi? Mana shu tog'li qishloqlardan ham odamlar borib o'qisa qo'llab-quvvatlaysizmi? Qisqagina o'zingiz fikr bildiring. Nasib bo'lsa, mana bu prezidentimizning qarori bilan xususiy maktablarni hozir rivojlantiryapmiz. Endi birinchi marta hozir xususiy dzyudo maktab ochyapmiz. Ustoz nasib bo'lsa, niyat qildik, shuni bir ochamiz deb. Xudo xohlasa 4-sinfdan 9-sinfga boshlaganmiz hozir. Har bitta sinfga 6 tadan bola olamiz deganmiz. Hozir yotoqxona, yangi yotoqxona qurdik hozir zalimizga, oshxonamizni qurdik. Xudo xohlasa ham bilimni ham sportni birga olib boramiz. Xudo xohlasa mana bizlarga shunaqa narsa tushgan dzyudoga ingliz tilini bilmasangiz murabbiy ham bo'la olmaysiz, musobaqaga ham chiqa olmaysiz. Shuning uchun ingliz tili, rus tili fanlarini qo'shdik. Ichida 3 mahal ovqat bo'ladi, 3 mahal tramkasi, ingliz va rus tilida haftaga bir kun psixologiya bo'ladi. Xudo xohlasa. Nasib professional dzyudochilar taqlaymiz deb nasib bo'lsa, treninglardan yaxshisini chaqiryapmiz. Chirchiqdan, bilan chaqirib, xudo xohlasa mana tarbiyachisini ham mana xodimlardan chiqqanlardan olyapmiz. Ham bu tarafdan tarbiya berib boradi, yerda hayotdan nasib bo'lsa bir chiroyli Manzilni to'liq ayting. Manzil Qarshi shahar, Yangi bozorda 6-14-marta yonida. Pamitnik asosiy, pamitnik. Pamitnikning tagida. Shunday, Marjon supermarketining yonida. Shu dzyudo maktabining tashkil qilinishida nimalarga e'tibor bersin? O'roq aka, men siz ham uzoq yillik ustoz, shogird. Asosiy e'tiborni birinchi ta'lim tarbiyaga e'tibor berish kerak. Sportchilarning xulq atvoriga e'tibor berish kerak. Kim bilan qanday muomala qiladi, qayerda qaysi davlatga borsa, qaysi bir joyda bo'lsa, shuning birinchi shu davlat borayotgan davlatning urf odatini o'rganishga ko'proq e'tibor berish kerak. Keyin hozir psixolog dedingiz, psixologning qo'li ko'pda. Shu sport psixolog deb aytiladi sizga. Aynan sport psixologning eng yaxshisini olib kelish kerakda. Qashqadaryomizda sport psixologi o'zi yo'q. Shunday. To'g'rimi? Mana shu aynan shu sport psixologi shu sportchilarning o'sishiga birinchi navbatda tarbiyani, xulq atvorni to'g'rilasa yaxshi bo'ladi degan fikrdaman. Rahmat. Aktam aka, trenerlarga qanday yondashsin? Trenerlar masalasiga men sizning tajribangiz katta. Trenerlarga avvalambor ota-onalar juda ham katta rol o'ynaydi-da. Ota-onalarga sabr qilish kerak. Bugun falonchining o'g'li birdan chempion bo'ldi degani bilan meni o'g'lim bo'lmayapti bilan u bolani sportda qilib bo'lmaydi. Bu kimgadir bu yutuq 5 yilda, kimgadir 15 yilda. Bu tunlarda ayb emas, faqat sabr qilishga Allohdan so'rash kerak. Mehnatni qilsa, ota-ona sabrni qilib, pitaniyani qilib, bolani rejimiga qarash kerak. Bola bitta chempionni bilmasdan yiqib qo'ysa zo'rg'a o'tmaydi u. Birinchi unda rejim. O'zidan ham uydan chiqqandan keyin o'zidan ham ustozini birinchi o'ringa qo'ygan bola cho'qqiga boradi. Ustozni aytgan degan bola kam bo'lmaydi. Malades. Pahlavon, mana siz o'zingiz xonadoningizda klub yaratgansizda, kurash zalingiz borganmiz, guvoh bo'lganmiz. Yana nimalarga e'tibor bersin Fozil ustoz? Endi Fozilni buni bu zamonga qarab bu yerda bitta yangi chiroyli ideya bo'ldi domla ustoz. Hammamiz ham murabbiylik qilganmiz, sportchida yurganmiz. Bolalarni olib kelib sport bilan jalb qilgan vaqtda ota-onada fikr tug'ilganki, sen o'qishing kerak, chet tillarni o'rganishing kerak degan fikr tug'ilgan. O'shanda uni sportdan cheklab qo'ygan vaqtlar bo'lgan, shu paytgacha. Albatta. Endi hozir Fozil birinchi qadamni bosib beryapti. Butun bu
respublikamizga juda ma'qul siyosat bo'ladi. To'g'ri. Ham sport bilan shug'ullanadi, ham o'sha chet tillarini o'rgangandan keyin u bola nuqsonsiz voyaga yetadi. Faqat sport bilan shug'ullanib qolib, o'sha chet tillari chegaralanib qolganda o'sha erta voyaga yetgandan keyin o'qish jarayonida ta'sirini ko'rsatardi. Hozirgi endi masalan o'sha Fozil boshlagan ishni men o'zim juda ma'qul ko'rdim. Fozilga ham aytdim, men dedim, realni gap dedim. Shu narsani yaxshi o'ylab topding. Chunki farzandlar sportga qiziqadi dedim, ota-ona chegaralab qolmaydi endi. Bolam bor, sportingni ham qilib, ham chet tillaringni ham o'rganib deb aytadi deb men juda xursand bo'ldim. Rahmat. Inshaalloh bundan keyin shu bu shaxsiy dzyudo maktablar yana rivojlanib ko'paysin. Shunday. Hali buni prezidentimizni o'zi ham nasib bo'lsa eshitib xursand bo'lib bu narsalar tashabbusda yaratib beradi. Ham sport, ham chet tillarni o'rgangandan keyin bola benuqson bu voyaga yetadi. Hozirgi endi kelajakka hammamizni ham niyatimiz shu Qashqadaryoni elni orini olish uchun hamma xizmat qilib turibdi. Lekin zotdan yo nimadan bir oylikdan boy bo'lgan odam yo'q. Lekin qonda shu narsa bor, virus. Bir joyga kurash ko'pkari bor ekan desa agar nima bo'lgan taqdirga emaylab olisabdi bilan bo'lsa ham boramiz. Shunday. Bu endi bu inson necha ming yil yaralgani Alloh biladi, lekin shu bu Qashqadaryo venasida shu oqyapti endi. Iloji yo'q, shuning uchun xizmat qilamiz hammamiz. Hamma ustozlar borlaringga shukr, rahmat. Asosiysi hozir Ishanbo maktabingizga duo beradi. Qarangda, bitta narsaga e'tibor beraylik hammamiz, mana muxlislar ham dzyudoning maktabining yaratilishining eng mazmunli joyi qarang, tilga e'tibor beraman deyapti. Bu davlatimizda olib borilayotgan siyosatda qarang Aktam aka, muhtaram prezidentimizni qarang shu darajada Bahodir Jalolov maktabini, Diyora Keldiyarova maktabini, endi men uni sanab hammasini adog'iga yetolmayman. Bu yerda hozir bizlarda yoshlarimizni mana shunday asosiy maxsus maktablarni yaratib, andoza yaratib beryapti-da, siz prezident siyosatini amalga oshiryapsiz. Butun O'zbekistonning sport faxriylari, sport ustozlari nomidan biz sizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Mana shu Diyora Keldiyarovoda olimpiada chempioni yetishib chiqsin maktabingizdan. Bahodir Jalolovday boks qiroli yetishib chiqsin. Masalan, Artur Taymazovday olimpiyskiy chempion, Abdulla Tangriyevday olimpiyskiy prizyorlar, o'zimizning masalan Qashqadaryomizdan olimpiada ishtirokchilari qanchadan qancha bo'layapti. Shunday chempionlar yetishtirib chiqarishda biz sizga muvaffaqiyat tilaymiz. Va Ishan bobom omini aytadi, boshimizga avvalo mana shu sportni qo'llab turgan muhtaram prezidentimiz yana kengaytirsin mana shu sportchilarga e'tiborni. Qarang, hamma joyga borgan joyda masalan Saida opamiz ham, Mirziyoyeva ham hamma joyda e'tibor beryapti. Inson hayoti taqdiri bilan qiziqyapti. Bosh qotirayapti, bag'riga bosayapti. Mana Otabek Umarovni qarang, hamma joyda sportchilarni xohlagan joyda muammosini hal qilyapti. Shuning uchun sizning oldingizda ham muammolar bo'lmasligi uchun avvalo Allohning nazari tushsin, keyin yurtboshimizning ham nazariga tushing. Ayting Ishanbo. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo o'zing ko'rib, o'zing bilib turibsan. Alloh taolo mana shu hozir o'rtog'imiz yaxshi niyat bilan bir sport maktabini ochdi. Maqsad bolalarni sog'lom tanda, sog'lom aql, sog'lom aql. Mana shunday bunday imkoniyat hali necha asrlarda bunday bo'lmagan. Xuddi shunday. Xudoga shukr, mana nima qilaman desangiz eshiklar ochildi. Butun dunyoning eshiklari ochildi O'zbekiston yoshlari uchun. Shunday. Alloh taolo bundan ham eshiklar ochilaversin. Avvalambor prezidentimiz olib borayotgan siyosatini o'zing barqaror qilgin. Yonda yurgan kamarbastlarni ham ro'zg'orlariga, umrlariga qut baraka bergin. Alloh taolo hammamizning ishimizga rivoj, kasb-korimizga baraka bergin. Mana shu Fozil og'aynimiz ham Xudo xolasa o'zidan yaxshi shogirdlar, Diyora Keldiyarovalar, Davlat Bobonov, Muzaffarbek To'raboyev, va hokazo katta palvonlar Alisher Yusupov kabi katta olimpiyskilar chiqarib O'zbekistonni bayrog'ini butun dunyoga xilpirash nasib qilsin. Allohu akbar. O yashang. Ana boshqa bo'ldi. Yamida men dedim, bunday qildi, u kontrol qildi, men bunday qilaydim dedi. Lekin mana shu insonni kadr shu insonni ko'rsatish shart. Har bir to'yda. To'g'ri. 99% anglashmovchilik bo'lmaydi. 99% musobaqalarga o'tkazib beribdi. Ko'rgan yosh shogirdlari ham
Shu insonning qaroriga erta bir kun negativ fikr bildirmaydi. Hozir sizga yana qo'shimcha topshiriq, aktamning gapini bo'laman. Men olish bilan kurashning farqi haqida gapirdim. Olish ota-boboga merosimiz. Endi olish davrasida masalan dzyudoni priyomini qo'llab qo'ysa yoki parlanish jarayonlarida ham siz parlaydigan odamlar ko'p xato qilyapti-ku. Shu yerda siz ayting. Buning tengi bu emas, bu. Masalan bir yaxshi o'sib chiqayotgan yosh polvonni zo'r polvonga qo'yib qo'ymasligimiz kerak. Bu o'sish kerak. Ertaga tovoqqa mana aytdim, ko'ryapsiz-ku. Qancha zorig'ib kutdilaringiz. O'zbekistonga masalan hozir kecha Tojikistonda xohlaymizmi, xohlamaymizmi davlatlar o'rtasida sportning mavqei, sha'ni turibdi. Shahruh Baxtiyorov Tojikistonga bordi, O'zbekistonda bayrog'ini ko'tartirib, madhiyasini yangratdi. Biz ham to'y kurashlarida bitta narsalarga meni maslahatim, to'y berayotgan qishloqning birinchi mesni polvonlariga e'tibor birinchi darajada bo'lishi kerak. Sababi shu el to'y beryapti, shu el kurashni hurmat qilyapti, shu el sizni hurmatni bakovul qilib qo'yapti. Shuning uchun shu elning polvonlarini rozi qilib, agar qo'lidan keladigan bakovullikni biladigan odamlar bo'lsa, shu elning o'zidan qo'yingizlar, o'rtadagilar. Lekin bilmaydigan bo'lsa, bekorga ijtimoiy tarmoqda ham endi bo'ladi, baribir kamchilik topamansa topadi, isham bor. Shuning uchun hamkorlikda maslahat bilan chiroyli qilaveringizlar. Bu mana 39 yil bo'ldi hozir men davraga bakovul kirganimga. Bismillahirrohmanirrohim. Biz yosh edik. Endi o'ylab ko'ring. 39 kun bilan 39 yilda farqi bor. 40 millionta aholi bor O'zbekistonda pahlavon. Shuning uchun menda ham xato juda ko'p bo'lgan akta. Men xato faqat Xudo, Parvardigor. Men xato qilib qolgan ekanman deb chekinib, arzigan arzimagan ijtimoiy tarmoqdagi negativni o'qib ko'rib asabiylashish bu oqsoqolning ishi emas. Keyin yana bir marta men yana takror aytaman bakovullarga, yoshlarga. Viloyatda mening polvonimni bunday xo'rlab eding. Mana meni viloyatimga kelding. Men seni ham xo'rlayman, yo bo'lmasa senga nakazaniya beraman. Muhokama markazi emas kurash davrasi. Kurash davrasi ota-boboga olish maydoni, duo olish uchun to'y qilyapti. Bu yerda biz polvon bilan polvonni, viloyat bilan viloyatning o'rtasidagi masalani yechimini yechmasligimiz kerak. Biz razborchiga emasmiz. Biz kayvonimiz. Mayli, og'ir gapirar, yengil gapirar isham bor aktam. Asosiysi shu uchovlaringga aytayapman, Berdir Ahmadga aytaman. Ko'taring elning so'zini ham, og'ir gapini ham, yengil gapini ham. Muxlisning ichida bilasizmi? Shunchaliklar kurash jinnilari bor, unga qizig'i yo'q. Sizning sha'ningiz, sizning kimligingiz. Shuning uchun oqsoqollikning yukini ko'tarish ham oson emas. Sizlarga men yana ham bir marta shu toza havoda duo beraman. Hamma yukni yelkalaringga onglarda O'zbekistonning kurashiga samimiy halol xizmat qilinglar. Allohu akbar. Fikr tug'ilaversa aynalib olaverasizlar. Qo'qonni kechasi polvon. Endi bular mexanik voditel uyaq bo'lgan, bizniki chetada boshqaroq, haligi serjant sostavdan borgan. Hammamiz birga bo'ldik. Norbekda endi men tarixda qolgani, bu do'stlar hammasi bularni abet chiqib ovozini o'tiribmiz, Straybatda bolalari kelyapti. Birovni Qashqa barakda bo'lgan bu yerda. Bizlarda birortadan urgan. Bu yoq sinib ketgan. Ha. Norbekdan shu 11 yil ketasan dedim. Bu yomon bo'ldi dedi. Endi biz abet chiqib ular hali chasga ketyapti. Shu kundan hayot boshlandi Norbekka. Har kuni 5 yil proverka bo'ladi. Men o'zim yurardim, tayyorlab turardim. Bu bola yomon ketgan ekanda butun ayollar shu kunning o'zida Sanchasga nesambatgan qayga olib ketgan. Ukraina xohal bo'lgan. Keyin xohlmadi bilmayman shu russkiy millatda shu kundan boshlandi. Norbekni sizlar Qizil pogonga olib ketdi shu kechasi. Norbek ketdi, Rashid biladi. Ketdi dedim, mashina dedim, 11 yil ketasan dizbat dedi. Yani men to'g'rilayman, shu proyektga qilaveraman. Rashidga yadi berdi, men ovoz keladi, yadi beradi. Norbek yo'q. O'rniga javob berdilar-da. Endi iloj yo'q. 3 kun proyektka bo'ldi, men ovoz o'zaman, Straybat bir polkovniklar, generallikni tekshirdim, rad. Agar Norbekni o'sha yerda topganda naq ketar bu. Boshqachasi bo'ladi-da u. Keyin barakda hol ochilar ekan. Ikkoz darto'y cross poltaga kirib ketdi. Yashirinadi, pol tushib ketadi.
Paltaga. Shunda kirgizyapti bizlar. Başta bir oy bir javob yurdik-da. Yashirib. Norbek chiqmaydi polvonda. Chiqib ketadi. Ana shunday kunlar o'tdi mana do'stlar. Kechasi 2gacha o'tirib Uruganda mana shuncha ko'tarilgan. mana shuncha ko'tarildi. Men ko'zimni oldim bo'lganda bu. Ha, bo'y kichkina, bir ya tayda o'tdi. Kimga qayda? O'tar kishi bo'ldi, o'tar. Porporra otdaydi. Kiymaydigan bitib qolaydi, bo'ldi. Bunday bo'lmaydi dedi. Bunday kelayotgan mana yeri bilan urayotganda. Ishimizni shu haligi sho'pi Norbek bilan avaz etdi. Xalqon ham shu, tayyorgan ham, bizni xizmat qilgan ham. Fikalasi. Aqqa o'tkazib qo'ying, kimda odam bo'lsa ham. Tushundingizmi? Chiqmaydi, tartib. Aka, eti tartib buzilmaydi. Ash paralash xato ko'p bo'lyapti. Chunki lo'bbay insonni bolasi shundan kurashaman deb kelar, kurash tur oddiy 20 ming so'm zot olib borsa uyiga ota-ona qancha qursin. Shunday. U pulida emas. Kurash qilsa bo'ldi. Shunday. U yiqilish o'ziga havola. havola. Shunday. U hamma shogird. Shogird emas, hamma shogird. Eta shogird kelaveradi, yoki ketaveradi. Bu aylanaveradi hayot shunday-da. Bakovulli bu mansab emas aka. Mansab emas-da. Kimligasi mansab bilan tobut tegasi yo'q aka. Albatta. Kelaveradi. Azob bu. Alloh shu Shunday. bir kun bo'lsa ham, bir yil bo'lsa ham, endi uni Alloh belgilasa mana mening vakil bo'lishimda Shunday. qo'limizdan kelganicha shu Qashqadaryo uchun, butun O'zbekistonni milliy kurashi uchun, to'y kurashi uchun siz O'zbekistonimiz misol tepaga bayrog'imiz ko'taradi, yoshlarni ko'tarish uchun Dushanba misol qo'ldan kelgancha ustoz mana qo'ldan kelgancha xizmat qildim 39 yil yap. Alloh bergan kunigacha xizmat qilishimiz kerak. Faqat odillik, shukr qilib. To'g'ri. Halol haromni taylashimiz kerak. Ertaga yakka qabrga kiramiz, hech kimning qabriga hech kim kirmaydi. Lekin buni akamning o'g'lini yiqitmadimi, ko'z qaramasligimiz kerak. Mana oshnamning o'g'lini ko'z qaramasligimiz kerak. Allohga qarab kesaversak, bizlarga bo'lgan negativlar ham o'z-o'zidan o'chib ketaveradi. Vaqtida negativ qilgan ham kerak bo'lsa, oldimizga kelib turib, otangizga rahmat, odil vakollik qildingiz deb ketadi. Uni Alloh yuragiga, ko'ngliga chunki soladi-da. Faqat odillik bo'lish kerak. Shunday. Qahramonxon. Vaqti oq, qorani qora desa, hech joyda negativmi hammasi ham to'xtaydi-da. Vaqti oq, qorani qora desa. Bu hamma viloyatda mana Surxondaryo, Samarqand polvonlariga mening gapim. Eshitdingizlar. Bizlar Surxondaryo, Qashqadaryo ajratmashimiz kerak. Faqat kelganda, qara. Orichin men darsaxona bir bo'laman, monda ishlayman, hajarinda birga ishlayman. Hokazo bir nimalarda birga ishlasa ham, birga yotgan bo'lsa ham, shu o'zining viloyati uchun bu davr o'tar. 5 yil kurashar, 10 yil kurashar, 1 yil kurashar. Kurash kerak. Yetan qariganda ham bir mahallada guring bo'ladi, yo bir tarixga kiradi. Kurash kerak do'stona, faqat sportga bu, ustoz. Bunday aktam. Polvonni vazifasi olishib, olqish olib, sovrinini olishda, shundaka. Polvon o'zini vazifasini qilsin. Bakovul ishiga aralashmasin. Albatta. Bakovul endi mayli. Ozinola xato bo'lishi mumkin, lekin butun O'zbekiston bo'yicha hamma polvon bizning polvonimiz, vatanimizning polvoni. Uni mayli or uchun, viloyat uchun tortishadi, o polvonlarning o'zining sha'ni, shaxsiy ori. Lekin biz to'g'ri aytdingiz, viloyatlarda ham hammani bir ko'zda ko'rib, halol tashkil qilib berishimiz kerak. Ustoz yana bitta narsadan gapimiz bilan polvonlarga tarixi bo'lyapti. Ko'p odamlar savol beryapti-da. Polvonlar to'yiga kelishdan oldin pul bilan dogovor qilib keladigan savol bo'lyapti-da. Unaqa narsa bo'lgan yo'q. Bo'lgan yo'q. Shuni aytib qo'yaman. Polvonlarga bir kun savol ham berdim sana. Yo'q, unaqasi bo'lgan yo'q. Endi kimdir musobaqaga chiqib kela olmayotgan bo'lishi mumkin yoki kimdir boshqa bo'layotgan bo'lishi mumkin. Surxondaryo, Qashqadaryo polvonlar aytadi. Nechta Qashqadaryo polvoni Surxondaryoga bormayapti, Surxondaryoga Qashqadaryoga kelmayapti deya. Rahmat. Odamlar aytayapti-da. Pulga kelyaptimi? Yo'q, unaqa narsa yo'q dedim. Pulni hamma yaxshi ko'radi, faqat mehnat qilib oladi dedim. Dogovor qilib kelgan yo'q narsani dedim. Bitta ikkita odam shu gapni gapiribdi-da, keyin gapiryapti. Bitta katta krutish narsa guring bo'lyapti. Bizga savol beryapti. Shuni qopti-ku deyapti. Men unaqa narsa bo'lgan yo'q dedim. Polvonlar eshitsin-da, shunasini. Katta bo'lib. Yosh bakovlarga iltimos Fozil aka, Komsomolskiy tovoq degan so'z bekor. Yoshlar tovog'i deb qo'yaylik. Biz O'zbekistonda yashayapmiz, mustaqil vatanimiz. Shuning uchun buni noto'g'ri talqin qilmasin. Avval sobiq tuzum davrida Komsomolskiy deyardi. Yoshlar tovog'ining ham sonini aktam aka, mana sizlar yosh bakovlarsizlar, 10 tagacha qo'yamiz. O'smirlar tovog'i. Ha, yoshlar, o'smirlar tovog'i deymiz. Keyin yosh maktab o'quvchilariga ham tovoq tashkil qilamiz. Fozil aka. Bu menga qarang.
bir 5-sinf yo 6-sinf bolaga bitta toy qo'ysangiz 5 million 6 million bola sport bilan oshna bo'ladi. Zalga u zotda emas, e'tibor bu. Qarang, 10-sinflarga masalan bitta tuya qo'ysak 10 millionta 10-sinf o'quvchisi kurashni yaxshi ko'radi, sport bilan oshna bo'ladi. Buning tag zaminida millatning salomatligi turibdi. Mayli, lekin polvonligini qilsin. U endi ijtimoiy tarmoq jilovlanmagan Afrika uni hammaning mustaqil fikri bor, lekin shularga ham Xudodan insof tilaylik. Ijtimoiy tarmoqdan ham axloqiy yondashishimiz kerak. Shaxs daxlsizligini asrashimiz kerak. Odam paloncha pistoncha degan so'zni to'xtatishimiz kerak. Kurash tugamaydi aktar. Biz bilan qo'shib tug'ilgan. Shuning uchun yana mayda-chuyda sog'lom fikrlarni olaveramiz, ham fikr bo'laveramiz. Aytaveringizlar fikrlaringizni. Yana bitta narsa. Uzr. Qashqadaryo biz ham men Qashqadaryodan hali Bakovul emas, men ustozlar orqasi yuribmiz. Surxondaryoni Samarqand polvonlar iltimos. Sizlar hamma o'zbekmiz. O'zbekiston bayrog'i uchun kurashyapmiz. Bizlar qayerda misol qaysi viloyatda polvon chempionmiz, biz o'zbek chempion bo'lsak bo'lamiz. Faqat to'y kurashini qizdirib berishga O'zbekiston ichida viloyat ajrashib kurashsa, mana ustoz qiziydi-da, xalq qiziqadi. Juda chiroyli. Bitta kurashga 100 ta polvon kelsa, 2000 ta muxlis kelyapti. U polvonni ishidan ham ko'p bo'ladi isha. Chiroyli kurashib tomosha berib, odillik bilan chiroyli burasaqlar qilib berib kelsa, yana ham mana polvonlarni kurashiga qiziq kurashlar ko'payib, to'y kurashi ko'payadi. U kurashchi polvonlar kurashaversa tablanadi, yetan Olimpiyada jahon chempionlari bo'lishga shu to'y kurashining juda katta sababi bo'ladi. Shunday. Birinchi qadam shu. Hozir ustoz to'y qilaman degan odamlar Zohid polvon keladimi, Shavriq polvon keladimi yoki Shirali polvon keladimi, yo Oltiboy begimlar keladimi, Muhammad Karim keladimi deyapti-da. Shu kelsa to'y beraman deyapti. Odamlar aytayapti, chunki kambag'al u 10 yil, 15 yil to'y qiladi. Bolasi yedirmaydi, o'zi kiymaydi, ichmaydi, yaxshi maosh minmaydi, to'y qilgan shu yillardan o'tayin deydi. Nega o'sha polvonlar kiymayapti? Qashqadaryo bo'lgan Surxondaryo bormayapti, Surxondaryo Qashqadaryo kelmayapti. Kiymaydi, to'y qilmayapti. Ko'p odam aytadi, men deyapti, to'y qilsam shu odam polvonni olib kelasanmi deyapti. Menga aytayapti. Qilinqan, tadriqan bo'lsa keladi deyapman. Bu Xudodan u kelish kelmasligi, lekin olib kelasanmi deyapti. Juda ko'p odam to'y qilaman, olib kelish polvonlar deyapti. Shuna mehr bir shikatami viloyat ichida. Bir-biri kurashsa, boshqa viloyatdan boshqa viloyatga kurashsa, faqat sport o'yini bu. Qiziqarli o'tadi. Birov-biri dushman ham bo'lmaydi, birov yiqitsa, birov-biri anoyin bo'lmaydi. Bu sport o'yini, sportga qiziqdimi, sportni rivojlantiryapti. Xalqimiz, elimiz to'ydi, kurash uchun beryapti. Kurashchilarimiz kelsin, iltimos, bir-biri bilan o'yin qilib bersin. Shunday. Yana bitta negativlarga bor. Kimda hammada ham xato bor. Alloh taoloda xato yo'q. Hammada xato bor. Bandada xato bor. Shuni bitta ikkita xatosi bo'lsa, o'zining lechkasiga chiqib, shuni aytsin-da. Gruppada yozib, bir-birini aytishi, bir-birini g'ash qilmay, bir-birini so'lashmay. Mening fikrim shunday. Yana bitta to'ydorlarga iltimos sizlardan, to'y soluvchilar. O'tib reklama qilmangizlar. Blogerlarga mana bo'lish kerak, bu yerda fikr bo'lyapti. Birov to'y berayotgan 10 tiya 10 toy qilib tashlamangizlar. Kimdir ishidan chiqib oylig'i ishda ishlaydi polvonlarga-da, jabr. Toshkentdan keladi bir xili falon viloyat osh bura. Bir tiyama, bir toyma borini aytish kerak. Shu tiyaga olishadigan polvon yuragi urib, "Kela, men tiyaga olishaman" dedi. Men toyga olishaman dedi. 10 tiya, 10 toy, 10 ta juguli, 10 ta tika nima kerak u narsalar? Blogerlar mana agar mana men ustoz e'tibor qiling, mana men aytayapman, shu bu yil sezondan boshlab agar ko'pirtadigan bo'lsa, o'sha ko'pirtagan bloger to'ydiga shuncha zotni olib chiqmas, shu bloger to'ylarda qisishimiz kerak. Sapsataga Xalqqa bor narsa aytishimiz kerak. Borni ko'rsa xalq o'rganadi, polvonlar ham shunga qarab kurashadi. Bir xillar o'tirib qolib ketyapti-da, men keyinroq olisham, keyin tuyaga olisham, toyga olisham qolib ketyapti. Demak, real bor zotga aytishimiz kerak. Yolg'on aralashmasin. Muxlislar borku, juda ko'p muxlis ham kurashga oxirgi vaqt kelmayapti. Nimaga? Internet tomosha qilib aldaydi. Sapsata deydi. Sapsata deydi. Borni aytaylik. Demak, blogerlar masalasi, hamma bloger masalan, O'zbekistonda nechta bloger bor? Zo'rlari qarang, masalan, Behruz Uz, Nurbek Media, Asror Zo'r TV, Ulug'bek Media, Fayzulla Salimov, Qashqadaryo Surxon Sport, Asl Surxon, Surxon Baraka, Nishon Yog'dusi, hurmatli blogerlar. Sizlardan iltimos, shu kurashning jozibasi, chiroyli butun dunyoga yuz tutishiga ham sizlarning xizmatlaringiz. Albatta. Sizlarni hurmat ham qilamiz. Sizlarsiz shu kurashni butun yer yuzi tomosha ham qilmaydi. Lekin yana blogerlardan bitta iltimosimiz,
syomka jarayonida sharhlasin. Masalan, mana u Muhammad Karim, mana u Shohrux Baxtiyorov desin, qo'yilgan sovrinda aytsin. Ortiqcha narsaga blogerlarni ham aralashishini muxlislarning iltimosi bo'layapti-da. U bakovulga aylanib ketyapti ayrim blogerlar deydi. Parlashga aralashib ketyapti ayrim blogerlar deydi. Keyin bunday tortishuvli, muhokamali syomkalarni syomka qilmangizlar iltimos blogerlar. Chiroyli, go'zal joyini ko'rsatingizlar. Bu podpischiklaringiz, prosmotrlaringiz shunday ekan Xudo tomonidan ko'payib ketaveradi. Yana qarang ustoz. Fikr kelyapti-da. 5 yil oldin bo'lgan xatodan bir-biridan uzr so'rab chiqqan joylari bor. Endi bu ayb Parvardigorda shunday xato. Ustoz siz ham xato qilasiz, men ham xato qilaman. Men mingta xato qilaman. Ustoz Ishonbo xato qiladi. Uni negativlar endi u o'zi kurashga 2 yil bo'lgan, u voqea 5 yil oldin bo'lgan. Tasavvur qilib ko'ring. So'kinyapti. Buni baka o'ldim, falanchisi, pistanchi. Blogerlar. Masalan, beringizlar, kursin hakamlar ertan shu o'rtadagi hakamni bo'yniga qabrda javob berar agar shuni naholi qilsa. Shu yerda yechilish kerak. Keyin kechqurun negativga o'ydan qayta-qayta taylamasin. Qaysi bloger shunday taylab negativlarni olov qilib kurashga odamlarni ishtiyoqini pasaytiradigan olib kelyapti. Bu Ular cheklaymiz, davron. Cheklash kerak. Mayli xafa bo'lsa bo'lsin. Shunday. Blogerning vazifasi yana bir blogerlar qarang, ko'rib turib, yiqituvdi, bermadi, falonchiniga bermadi deb Qo'shtirnoq ichidagi g'alamislik u. Viloyatga polvon ergashib bergan blogerlar bor. O'zini polvon oladi. Hammani olish kerak. Hammani o'g'lini chetda turib ko'rgisi keladi. Aylanib hammani olish kerak. Ikkita mashhurni olish shart emas. Tushunarli. Ketdik endi asta borib. Uzr lekin blogerlar. Uzr emas. Kiyinama. Kiyindik hammasi kiyindik. Bizlarga bir oltayma bir nima qolgan. Marketda og'ana ulam bizlar ham Telegramga taylablar, nima kerak? Bizlar ham dedi. Ana o'qiyapti-da. Bir qaratganlar 54 kiyib yurgan bo'lsak 48 ga edik-da. 48 ga almashtirayapti deyildi. Ketdik dedi ana